Va laqad atayna Luqmanal hikma an ishkur lillah. Biz Luqmonga hikmatni berdik. Undan keyin Alloh aytayaptiki, Allohga shukr qil deyapti. Bu katta ne'mat. Alloh bergan ne'matga shukr qilishni Alloh buyuryapti. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Luqmonga hikmatni berdi. Bu bir ne'mat. Mana shu ne'matga shukr qilish kerak. Har bir odam Alloh bergan ne'matlarga shukr qilish kerak. Agar shukr qilmaydigan bo'lsa, o'ziga zarar. Alloh subhanahu va taoloning ne'mati juda ko'p. Birinchisi bizga shunaqa molga sig'inadigan qilib qo'ymabdi. Islomni berdi, iymonni berdi. Buning uchun Allohga hamd aytish kerak. Allohga shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo sog'liq berdi. Bunga ham shukr qilishimiz kerak. Qanchadan qancha odam kasal. Shifoxona yuribdi. Dorixona yuribdi. Tabiblarning ostonasida navbat kutib yotganlar qancha. Mana buning uchun shukr qilishimiz kerak. Shukr qiladigan ishlarimiz tiqilib yotibdi. Alloh subhanahu va taolo bomdodga uyg'otyapti. Bomdodni imomning orqasida masjidda o'qishlikka muvaffaq qilyapti. Mana buning uchun shukr qilishimiz kerak. Qanchadan qancha odam g'aflatda uxlayapti. Ertaga javob beradi bu kuniga. Qanchadan qancha odamlar uzoq joylarda ishlayapti. Alhamdulillah biz o'z yurtimizda yuribmiz. Ota-onamiz oldida. Shunga ham shukr qilishimiz kerak. Shukr qiladigan narsalar juda ko'p. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga shukr qilishadiganlarni maqtab gapirgan. I'malu ala Davud shukra va qalilun min ibadiy shakur dedi. Ey Davudning xonadoni, Davud Sulaymonlarga juda ko'p ne'matlar berildi. Sulaymon payg'ambarga ham. Ey Davud xonadoni, Allohga shukr qilinglar. Lekin meni shukr qiladigan bandalarim juda ozchiligi bo'ladi deydi. Ya'ni kamdan kam bandalar shukr qiladi. Ular ne'matda turganligini ham bilmaydi. Yoki shu ne'matlarni o'zini yaxshiligidan, zo'rligidan, epchiligidan erishyapman deydi. Tadbirkorligimdan, aqlimning zo'rligimdan erishyapman deydi. Sulaymon payg'ambarga juda ko'p ne'matlar berildi. Sulaymonga jinlar ham, devlar ham bo'ysundirildi. Yaman shahridagi Bilqis, boshqa bir podsholar Sulaymonning huzuriga boshlarini egib, xor bo'lgan holda kelardi. O'sha zamonning eng kuzirlari, katta podsholari ham. Bu katta ne'mat. Shu podsholarning toji taxti bir lahzada Sulaymonning huzuriga keltirildi. Bilqisdik. Sulaymon buni ko'rdi, xursand bo'ldi va aytdiki: "Haza min fazli robbi." Bu narsa meni Rabbimning fazlidan dedi. Men o'zim zo'rligimdan, Mavla menga bo'singandan demadi. Bo'lmasa Sulaymonga askarlari juda ko'p edi. Atrofida uni qo'riqlaydiganlar juda ko'p edi. Insonlar va jinlardan bo'lgan armiyasi bor edi. Meniki demadi. Rabbimning fazli, haqiqiy egasi Alloh. Alloh bularni menga bo'ysundirdi dedi. Ya'ni Allohni unutib qo'ymaslik kerak. Alloh berayotgan ne'matlarni unutmaslik kerak. Men o'zim erishyapman deganlar xato qiladi. Gunohkor bo'ladi. Muhammad alayhisalom Oysha onamizning hadisida keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunduzlari jihodlarda yurib, boshqa ishlar bilan ummati g'amida yurib, tunlari bedor bo'lib namoz o'qirdi. Ko'p namoz o'qirdi, uzoq namoz o'qirdi. Namoz o'qigandan hatto tomonlari yorilib ketardi. Oysha onamiz aytadiki: "Ya Rasululloh, sizning avvalgi va keyingi gunohlaringizni mag'firat qilgan. Anta mazmunun fil jannah. Sizni jannatga kirishligingiz kafolatlangan, Alloh va'da qilgan. O'zingizni mencha qiynaysiz" deydi. Sizga jannat naqu. Mencha o'zingizni qiynab bunaqa ko'p ibodat qilasiz, bedorlar bo'lasiz desa, afala akunu abdan shakura deydi. Ey Oysha, shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deydi. Shunaqangi ne'mat berganiga, Alloh shunaqangi qilib qo'yganiga uchun shukr qilmaymanmi deydi. Demak, Allohga shukr qilish kerak ne'matlarga. Anishkur lillah deyapti. Allohga shukr qiling. Va man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ya'ni kim shukr qiladigan bo'lsa, o'zi uchun. Foydasi o'ziga. Chunki agar siz shukr qiladigan bo'lsangiz, Allohning mulki kattayib qolmaydi. Allohning mulki kengayib qolmaydi. Allohga bir yaxshilik qilgan bo'lmaysiz. O'zingizga foydasi. Chunki shukr qilsangiz, shu ne'mat yana sizga ziyoda bo'ladi. Agar shukr qilmaydigan bo'lsangiz, Alloh ne'matni olib qo'yadi. To'g'rimi? Ba'zi odamlar rizqni o'zim topyapman, men topyapman deyishi mumkin. Lekin shu shukr qilganiga rizqlar yana ziyoda bo'lib kelishini bilmaydi. Rizq kelishligi, rizqni jalb qilishlik o'rinlardan bittasi Allohga shukr qilishlik. Bergan narsasiga rozi bo'lish va shunga shukr qilishlik ne'matlarni ziyoda qiladi.
Fa innama yashkuru li nafsihi va man kafara fa innalloha g'aniyyun hamid. Endi kim nonkor bo'ladigan bo'lsa, kufroni ne'mat qiladigan bo'lsa, Allohning ne'matini Allohdan deb bilmaydigan bo'lsa, fa innalloha g'aniyyun hamid. Alloh taolo butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Alloh taolo unga o'zi asli muhtojligi yo'q. U nonkor bo'ladigan bo'lsa, noshukur bo'ladigan bo'lsa, kufron ne'mat qiladigan bo'lsa, uni zarari ham o'ziga. O'zi yutkizadi. Alloh taologa zarracha zarar bera olmaydi. Chunki Alloh taolo g'ani zot, behojat, hech kimga muhtojligi yo'q. Allohning askarlari ko'payib qolmaydi, siz Allohning yo'liga o'tib qoladigan bo'lsangiz. Faqat siz o'zingizga foyda bu narsa. Alloh taolo ulug' zot, buyuk zot. Va Alloh Hamid, maqtovlarning hammasi Allohniki. Butun olqishlar, hamd sanolar Allohniki. Qilayotgan ishlari hammasi maqtovli degan.